Ramazon Temirov sparring paytida murabbiy Jasur Aljonovni jarohatladi. Jasur Aljonov va Ramazon Temirov sparring jangini o'tkazdi. Bu jangda Ramazon Temirov murabbiy Jasur Aljonovni bilmagan holatda jarohatlab qo'ydi. Ramazonning tirsak zarbasi to'g'ri murabbiyning yuziga kelib tegdi. Shundan keyin sparring jangi yakunlandi. Do'stlar, yaxshi o'zingiz jangni bir ko'ring. Ana xolos, ustozlarga ham qiyin, ham shogirdni chempion qiladi, ham kaltak yeydi. Albatta bu gaplarim albatta hazil. Jasur Aljonov shogirdni chempion bo'lish maqsadida o'zi har narsaga ham tayyor, hattoki u Ramazonning kaltagini yeyishga ham tayyor. Ustoz degani shunchalik bo'ladi-da. Biz Jasur Aljonovga shifotlagan holda bugungi videoroligimizga yakun yasaymiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariya o'tib, o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Haytgancha hamyurtlarimizni qo'llashdan to'xtamanglar. Sog' bo'linglar.